Yaqindan buyon demokratik ellarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi keng oshkorlanib, xalqaro besim kuchayotgan bir sharoitda Xitoy hukumati buningga qarshi Uyg'urlarning xo'shal-xo'ram yashayotganligini ilgari suradigan tashviqot harakatini qanot yaydirdi. 充分展现了在新时代党的治疆方略指引下，新疆社会稳定、各族人民安居乐业的美好画卷。这部电影向世界讲述一个真实、美丽、多姿多彩的新疆。 Bundaq videolarda Xitoy hukumati Uyg'urlarning naqsh aytib, usul o'ynab, baxtiyor yashayotganligini ko'rsatib, irqiy qirg'inchilikni inkor qilsa, yana ba'zilarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinayotganligidek faktni inkor qilishga uringan. Shundaq tashviqot tirishchiligining eng yengisi oldin haftadan boshlab Xitoyda kinoxonalarda qo'yilishga boshlagan Qanotlangan naqshlar nomli film bo'lib, mazkur film Xitoy hukumati asabiylarcha qanot yaydirayotgan tashviqot harakatining bir parchasi sifatida xalqaro axborotlarning diqqatini tortdi. Filmda Uyg'ur, Qozoq va Xitoy millatidan bo'lgan 3 yoshning bir yerga jam bo'lib, o'zlarining muzika orzusini amalga oshirish hikoyasi so'zlanadigan bo'lib, uningda Uyg'ur elida millatlarning baravar, qo'shal-xo'ram yashayotganligidek bir manzara olg'a surilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishleri direktori Sophie Richardson bugun radiomizning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning xalqaro ayblashlarga bundaq tashviqot filmlari orqali javob qaytarishini sog'lom bo'lmagan ruhiy holat deb ko'rsatdi. The recent music video, the one with the song and dance routine, I'm out of adjectives. It's grotesque, it's appalling, it's laughable, it's ludicrous, it's crazy. Bizge qilsam, Xitoy tarqatayotgan bundaq naqshi usulliq tashviqot videolarini sifatlaydigan so'z topolmayapman. U shunchalik razil, chaqina, kulkilik va haqiqatan saranglarcha. Siz o'ylab beqing. O'z davlatidagi kishilik huquq dafsanchiliklarni, tinchlikni haqiqiy ko'zlaydigan jiddiy bir hokimiyat bundaq ayblashlarni qabul qilib, uni isbot va haqiqat asosida tekshirib tadqiq qiladi. Xitoy hukumati bo'lsa, zulmni inkor qilib, uni xalqaro jamiyatga chiqargan deb ig'ir darajada yolg'onchilik qilib qolmay, yana texnik shundaq naqshi muzikalik filmlarni tarqitib, rayonda hamma ishlarning yaxshiligini ilgari suryapti. Menimcha bu patologiyalik inkor. Xitoy hukumatining qanday qilib bu videolar bilan boshqalarni qoyil qila olamiz deb o'ylaganligiga odamning aqli yetmaydi. Amaliyotda bunday videolar kishida yanada ko'p savol va gumon paydo qiladi. Even more questions and further suggest that the government has something to hide rather than that it's serious about the problems.